hozir ko'rsam so'kishim kerak buni. Alloh taolo bizni har doim har soniya kechirishni xohlaydi. Allohga shunaqa ko'rsatyapmizki, o'zimiz Alloh taolo san nazardan qochiraydi gunoh borasida. Qo'ymayli, hali bir odam bir yaqin voqez bo'ladigan bo'lsa, biror xato qilib qo'ysa ko'rmaganga olib qo'yish shunday deysiz-ku. Farzandlaringiz, oilangizda bo'ladigan narsa, farzandingizda bir harakati bo'ladigan bo'lsa, yoshroq bola balkim bo'ladigan bo'lsa, shuni ko'rmaganga olasiz. Chunki uni ko'rsangiz, uni so'kishingiz kerak, urishingiz kerak. Tanbeh berishingiz kerak, jazo berishingiz kerak. Qanaqadir haligi nimadir qo'llashingiz kerak. Noxush holat bo'ladi bu yerda. O'sha narsani oldini olish uchun qo'y shu narsani qilmang, ko'rmaganga olib qo'ya qoladi deysiz. Alloh taolo ko'rmaslikka olib qo'yadi haligi bandani. Lekin banda o'zini ko'rsatyapti. Bu yoqdaman men deyapti-da. Ko'rsatyapti, ya'ni bitta gunoh bilan ko'rsatyapti. Shuncha qilyapman, ko'rmayapsan degandayda. Endi bu o'shalarning ichida hamma gunohlari, yomon ishlari bordir. O'shalarning ichida o'zini ko'rsatish degan gunohni ochiq qilyapti. Riyoni. O'zini ko'rsatishida bu. Riyo nima desa, o'zini ko'rsatish gunohi. Ana shu gunohni demak o'zini nomi bilan ma'lum bo'lib turibdi, o'zini ko'rsatyapti. Alloh taologa mana men bu yoqdaman. Bemalol jazoingni bersang bo'ladi degan narsadek, ya'ni o'sha jazoni, ya'ni Alloh taolaning azobini o'ziga tortib olish. Ich-ichidan shuni xohlamayotgan bo'lsa ham, lekin xatti-harakati shunga olib kelyapti. Harakat shunga olib kelyapti. Ya'ni riyoni gunoh bo'lgandan keyin gunoh jazosi bo'lishi kerak-ku. Demak o'sha riyo degan gunohning jazosi o'sha gunohni chaqirib olish o'ziga.